Bitta ayol aytayaptiki, kambag'allar bilan yurmanglar deyapti. 10 ta kambag'al bilan yursangiz 11-siga aylanasiz deyapti. Faqat boylar bilan yuringlar deyapti. 10 ta boy bilan yursangiz 11-siga aylanasiz deyapti. Mana shu haqiqiy insonni tabaqalashtirish, haqiqiy bir iflos fikr-da mana shu. Nimaga desa, bu fikr insonni harakatiga bog'liq deb ko'rsatib beradi. Ko'p ishlasang ko'p topasanmi degan video qo'ysam tushunmadi-yu, haqiqatda bizani xalq ichida shunaqa saviyasiz bolalar ham bor ekan. Bular yosh bolalar ko'pi. Ya'ni inson ishlaganining natijasi deb biladi va boylar bilan yurishga harakat qiladi. Biznes o'rgatuvchilar bormi? Biznes kimdirlar bo'lib ketgan, hozir coachingmi? Qaysi biri mana shuni boy bo'lishni o'rgataman deyotgan bo'lsa yolg'on o'sha. Lekin to'g'ri ishlashni o'rgataman deyotgan bo'lsa to'g'ri. Chunki har bitta ishda to'g'ri ishlash uslublari bor. Shu tarzda ishlashingiz kerak. Shu ishni qonun qoida shunaqa. Lekin shu qonun qoida bilan bitta ish qilsangiz boy bo'lib ketasizmi desa, yo'q bo'lib keta olmaysiz. Peshanangizga yozilmagan bo'lsa bo'lib keta olmaysiz. Endi harakat qilmasdan yotirish kerakmi uyda desa, yo'q. Harakat qilishingiz shart. Sizga sochilgan rizqni siz terasiz uni. U og'zingizga kelib qolmaydi u. Siz terasiz. Lekin ko'p ishlasangiz suv sochilgan narsa ko'payib qolmaydi. U sochilib bo'lgan u. Onaning qonidaligida sochildi sizga nisbatan. Ko'p sochildimi, kam sochildimi, uni bilmaysiz. O'sha bilmaganligingiz uchun ham harakat qilasiz. Video qo'ysam, peshanangga yozilgan, majbursan shunga desam, demak yotirish kerak ekan edi. Yo'q, yotirish kerak emas. Sen bilmaganliging uchun harakat qilasan. Men taqdirimga boy bo'lib yozilganmi, kambag'allik yozilgan bilmayman. Shuning uchun harakat qilaman. Ya'ni inson nima uchun harakat qiladi desa, birinchidan taqdiriga nima yozilganini bilmaydi. Balki boylik yozilgandir, harakat qiluvchi, to'g'rimi? Balki kambag'allik yozilgandir. Uni men bilmayman, Alloh biladi. O'shaning uchun inson harakat qilaveradi. Bilmaganligi uchun harakat qiladi. Lekin bitta haqiqat borki, insondan tashqarida bitta kuchi borki, qancha bir xil kasbda ishlaydiganlar ham bir xil pul topmaydi. Qanchadan qancha sherikchilikda bitta kasb qiladiganlar ham bittasidan bittasi farq qiladi pulida. Sizni harakatingiz natijasi emas. Harakat qilmaslik kerak emas, yo'q, harakat qilish shart. Harakat qilmasa bo'lmaydi. Lekin ko'p ishlasam ko'p topaman degan narsa umuman xato narsa bu. Real voqelikka zid, real hayotimizga zid bu narsa. Xuddi dumaloq oyi to'l burchi deganga o'xshaydi. Real voqelikka zid gapirib turish bu.